Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Gotti Family oilasini obzor qilib chiqamiz. Lideri ham yonimda. Akalar, bugun sizlarga Gotti oilasini to'liq obzor qilib chiqaman. Lideri yonimda. Xo'p, birinchi boshlaydigan narsamiz oila a'zolari haqida reyting, balovat, shunaqa narsalar haqida gapirib beraman. Xo'p, liderimiz Abu Shelby 29-level. Keyin lider Zam, men 27-level. Yaxmil Gotti 4-darajali, 4-level. Adham Gotti 10-level. Carol Shelby boshqaruvchi 8-ranklarimiz. 5-level. Richard Gray 31-o'rinlik boshqaruvchi. Keyin bu o'zim ikkinchi akkauntim leveli 8. Bu ham boshqaruvchi. Shohrux Gotti 7-darajali. Kanvaro 7-darajali Strelok. Adrian 6-darajali, bu ham Strelok. Marco Gotti 5-darajali, bu ham Strelok. Gamer Shelby, bu ham Strelok 6-darajali. Max Gotti 3-darajali qo'mondon. Leytenant Islom Bey 11-darajali. Artur Gotti 2-level. Carol Gotti 4-daraja. Muslim Sheikh 10-daraja. Gakpo Gotti 3-daraja. Serjant. Bular esa birinchi ranklar, tanisha olishingiz mumkin. Xo'p, semiyamiz a'zolari 26 ta. Har qanday odamni qabul qila olamiz, farqi yo'q. Xo'p, oila urishib 50 ta odam qo'shilishi mumkin, 5 ta avtomobilga joy bor. Yaqin kunlarda sostav yig'ib turib yaxshi otishadiganlarga FVlarga boramiz. Xo'p, boshqarish ko'rib turibsizlar, rang ko'tarib o'tar. Ranklar: yangilar, serjant, o'rganuvchilar, leytenant, xonimlar, qizlar, ya'ni faqat qizlarga beriladi 5-rang. Qo'mondon, Strelok, boshqaruvchi, lider Zam va lider. Xo'p, tanib chiqqan bo'lsak, endi avto parkka o'tamiz. Avto park. Oilaviy garaj. Xo'p, avto parkka o'tadigan bo'lsak, avtoparkda BMW i4 narxi 2 million. Tuning qilingan, nitro bor. Xo'p, bu mashinaning nomi nima edi? Xo'p, aniq eslolmayapman. Bugun oldik bu mashinani, bugun ertalab oldik. Narxi 4 million. Mana shunaqa mashina. Mashina nomi esdan chiqib qoldi akalar. Genesis GV70 4KK'lik, 4 millionlik va Kia K5 Anoshka narxi 1 million 400 mana shunaqa. Kia K5 va BMW i4 Drift eng yaxshi mashinalardan tezkor maza qilib haydaysizlar. Xo'p, semiyamiz mashinalar shu. Meni iltimosim uchun olingan. Anoshkani eslaylik deb. Xo'p, yana mashinalar olinadi, bu yerga to'ldiriladi mashinalar. Shunga harakat qilib pul to'plab a'zolar qo'shilsa BMW i4 to'g'ri 2 millionlik i4. Xo'p, endi sizlarga semiyani uyini ko'rsatsak, tashqarisini. Semiya uyi. Interyeri shunaqa, ko'rib turibsizlar. Hojatxona, hamma narsasi bor. Basseyn, yotoqxona, oshxona, akvariumigacha bor. Hamma narsa bor. Chotki. Yangi kirgan odamlar mana shu yerda sifam bo'ladi. Televizorchasi bor. Televizor nima u? Короче,
Ha, to'g'ri, buni yangilaymiz. Va endi uy qattaligini qiziqayotganlar uchun street qarab tursanglarki, Yujniydan uy. Yujniy 321-uy. Hop, uy almashadi. Uyni almashtiramiz vaqti kelib. Uncha harakat qilyapmiz yangi yerdan uy olib. Hozir endi uyni sotamiz, mashina ham so'rab olishimiz kerak. Olmoqchi bo'lganlar mana shu yerdan olaverasizlar. Narxini liderda o'zi bilan kelishadi. Mana 999-931 nomeriga telefon qilasizlar, sizlarni qo'shadi. Va qo'shimchasiga aytib ketdi, semya lideri nima edi? Arzamas banisada 9-rang bo'lib ishlaydi. Xo'p akalar, bizga bilan aktiv bo'lib, bizani sotib ketmaydigan insonlar kerak. To'g'ri. Xo'p akalar, agar bizga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga semya lideri va meni o'zimni o'yindagi nomerimni yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib, semyaga qo'shilmoqchiman desanglar, albatta qo'shamiz. Discord kanal ham bor akalar. Unda xayrlashish bizga eng muhim narsa hurmat va aktivlikdir. To'g'ri. Bizda eng muhim narsa aktivlik va hurmat. Bizda eng birinchi o'rinda hurmat turadi, aktivlik emas, hurmat. Hurmat bo'lgan yerda nimadir ham bo'ladi. Hop, ahilligi. Mana Discord kanallarini ham qo'yib qo'yapti. Kuchukcha abun pasivchi uz yozsanglar qo'shamiz. O'zimnikini ham yozib qoldiraman. Xo'p, endi opakalar, xayrlashuv vaqti keldi. Sog' salomat bo'linglar. Semyamizga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga nomerlar bilan Discordga bittimizni tashab qo'yamiz. O'sha yerdan yozsanglar, bemalol hammalarni qo'shamiz. Hammaga xayr, sizlarni kutamiz. Semyamizni hammalar kutib qolamiz. Hammalarga xayr, joninglar sog' bo'lsin. Like, obuna bosib qo'yinglar.